Assalomu alaykum Shohona tom kuzatuvchilari. Limanji mahallasidagi obyektimizda ham pul ishlari bo'lib o'tibadi. Tek o'zingizga baho berib qo'yasizlar ishimizga. Xudo xohlasa joylar ham ideal kelgan. Xudo xohlasa bu bitadi. Bunga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Shohona tomga obuna qo'ying. Usta, bu obyekt o'zi necha kunda bitdi? Bu obyekt Xudo xohlasa 6 kunda bitdi. Strapli. Endi tungachalar qor yog'di, yomg'ir yog'di, endi shunga ozgina cho'zilib qoldi. Ha, yaxshi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Shohona tomga aloqaga chiqaverasizlar.